Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun burun yo'liga qarta ulash usulini olib keldim. Mushu butun refleks rayonlarini ulash orqali nurg'un masalalarni hal qilish usulini avatgan degan nurg'un do'stlarimiz burun yo'liga qarta ulash usuli bormi, avatib bersangiz deb talab qilg'achqa bugun mushuni yo'llashni qaror qildim. Birinchi bo'lib ulaydigan o'rin mushu burunning inkas rayoni yana shu cho'ng barmoqning tirnoqning qishida sirtdan ichiga aylantirib ulash olib boramiz. Mushuning o'rnini nihoyat unum yaxshi bo'ldi. Har bir o'rinni 5 minut ulasak bo'ldi. Jami 4 o'rin bor. Mana birinchisi. İkinci o'rin o'pkaning inkas rayoni ikkinchi barmoqdan chimchiloq barmoqgacha yo'nalishmi cho'ng barmoq tarafdan kichik barmoq tarafga yo'nalishga bo'ldi. Bu o'rinni 5 minut besib ishtirib olasangiz bo'ldi. Uchinchi o'rin kanayning inkas rayoni cho'ng barmoq bilan ikkinchi barmoqning o'rtasidagi arash o'rinni shu cho'ng barmoq yo'nalish tarafga ulaysiz. To'rtinchi o'rin kanaychining inkas rayoni o'pkadan chiqib, ammo uchinchi barmoqniki shu go'shining beshigacha ikki barmoqdan foydalanib ishtirib olasangiz bo'ladi. Unum nihoyat alayda yaxshi. Har qitim ulashdan burun yana diqqat qiladigan nuqta shu putingizni dorilik suvga chilab 15 minut turg'izgandan keyin quritib maydan azroq surkitib ulash yapsangiz nihoyat yaxshi unumga erishgan bo'ladi. Bundan keyin yana qanday masalalar bo'lsa hal qilish usulini so'ramoqchi bo'lsanglar, suhbat rayonida so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ldi.